Bir xil klientlar keladida, "Aka, menga 15 razmerda 7,5 jili diski bering" deyshadi. Ya'ni krilodan chiqib tursin deyshadi. Sizlar o'ylaysizlar, masalan, diski qancha shirokiy bo'lsa, krilodan chiqib turadi deb o'ylaysizlar. Bu noto'g'ri ma'lumot. Sizlar G bilan, ya'ni kenglik bilan 7 parametrini o'lchamni adashtirib olasizlar. Men sizlarga tushuntirib beraman. Buni ko'pchilik adashtirib oladi. Xo'p, G degani diskani polni bazasi, ob'yomi hisoblanadi. 7 bo'lsa, o'rtasiga cho'kishi и plus chiqishi hisoblanadi yoki o'rtada turishi hisoblanadi. Men tushuntirib beraman. Mana ikkita 15 diski, 2 kg G isi 7. Men hozir mashinangizga qo'yib bersam, siz o'ylaysiz, 2 kg bir xil turadi deb o'ylaysiz. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Endi mana buni 7 si 10, buniki 35. O'rtada 25 mm farq bor, tafovut bor. Minus 10 ga o'ynagani uchun diskani basharasi 100 qismi cho'kkanning hisobiga mana bu oporniga o'tirgandan keyin diski krilodan tashqariga bundoq chiqib keladi bu общийga. Tushuntira oldimmi? Endi mana buniki 35 dedim-ku. Buni basharasi tekisligini hisobiga oporniga yetib borish sal chuqurroq bo'lganning hisobiga bu ichkariga kirib ketib qoladi. Bu plyusga o'ynayapti, 35 ga o'ynayapti. O'shaning uchun buni basharasi tekis, krilo bilan tekis turadi. Menimcha video sodda bo'ldi, jaydar bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Tushunganlar kommentariyada fikrlarni yozib qoldirib ketinglar. Agar shunga o'xshagan foydali, yaxshi ma'lumotlar kerak bo'lsa, обязательно meni kanalimga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.